Sizlar Minecraft bu bizning sizlar kanalimizning ikkinchi qismi. Sizlar bilan hozir sizlar kanalining ikkinchi qismida turibmiz. Bozimizni yig'ishtirib olishimiz kerak. Hozir birinchi navbatda bo'lmasa yaramas jitirlar doimgidek uzib ketadi. Nima qildi? Yerni nima qilishdi? Bozimni nima qilishdi? Ey jitir, sen qildingmi? Qayoqqa qochadi? Bezbet so'ramlashmidimi? Ya, qayoqqa qo'yapsan, iblis? Ya haramlik. Tushunmaysan odamni? Sen bezbet sen tushunmaysan? Yo'q, emas, anavi yerdagi jitir qilib ketdi. Ha, bo'pti yo'qol. Ya haram. Men bilan so'rashmaysan, iblis? Yo'qol, boshimni qotirma. Nimaga sen? Sen yaramas jitir. Seni o'rgatma agar ursang. Ur. Mana uramay. Ha, gaping bor? Menga aytaman seni. Merperingdan qo'rqmayman, tushundingmi? Yo'qol. Ko'rdinglarmi? Asabni buzadi jitirlar. Qachon qarasam. Polizini o'ltirishibdi o'zi. To'siq olib kerak birinchi poliz yopishtirgandan ko'ra. To'siq bilan o'rab qo'ymasam bu yaramas jitirlar o'ldirib tashlayapti. Tak, ketdik bo'lmasa to'siqqa daraxt borib kelamiz o'rmondan. Bu yoqdan ko'rdim. Yana bedroq, yana o'sha bedroq. Yana ikkinchi qismda bo'lgani uchun bedroq. Nimaga faqat bizning qishlog'imiz oldiga keladi bedroqlar, ey? Nima bizning qishloqlarga karvonsaroymidi? Bizni qishloqqa qo'naveradi. Aytgancha do'stlar, men kiyimni kiyib olganman, olmoslik yaqinda sotib oldim. Hozir bu yerga borib ko'ramiz. O'tgan safargi Yovuzgar keldimikin yana. Bilsangiz u kreativ rejimda edi. Uni o'ldirib bo'lmas edi. Biz survival rejimdamiz, shuning uchun uni o'ldira olmaymiz. Lekin bu safar kreativ bo'lmasa bo'lgani. Doimgidek temir eshik. To'xtang, qayergadir bekitish yomon otamiki, bu bo'lmaydi. Repstore. Pastda bizga bekitganmiz. To'xta. Men Repstore'ga ahamiyat bermadim-ku. Bu Repstore bizni qayoqqa olib boradi? Tak borsak, richak, kalit. Uydalik eshigi ochildi, to'g'ri. Ya, to'xtanglar. Oltin olmani yeb olmasak, hozir biz bir parchada erib yo'q bo'lib ketamiz. Ana bo'lmasa ketdik do'stlar. O lava. Lava ta'sir qilmayapti yaxshi. To'r, voy, to'rga qamalib qoldim-ku. Nima qilaman? Zo'rg'a to'rdan chiqib oldik. Endi ikkinchi tashnaday. Chiqsamikin, yana undan ham qattiq to'satlar bo'lsa-chi. Ha, mayli chiqaveraman. Ya, o'tgan safargidan ancha qiyin ekan bu. To'rlar qadar ya. Hoppa, ko'ryapsizlarmi? Voy harami. Do'stlar, menga bugun nima bo'lyapti? Kech payti yaxshi uxlamaganimgami? Ha, nima bo'lyapti? Voy, nima qilyapti bu? Nimalarni yomon ko'raman-da, umuman parkurlardan o'tolmayman. Do'stlar, nima bo'lyapti menga? Bitta parkurdan o'tolmayapman. Oddiy qishloq va jitirlar ham bundan bemalol o'tadi-ku. To'rtlarni ham oldim, baribir o'tolmayapman. Do'stlar, o'tdim. 2.389.-urinishda zo'rg'a 3-etaj ham bor ekan bunda. Qanaqa chiqaman, narvoni yo'q-ku.
Verstak. Oltita pol bilan to'qson bulardan nima yasash mumkin? Nima yasash mumkin? Ya, to'g'ri, hozir biz cho'p yasasak, cho'pdan narvon qilib, narvondan chiqishimiz mumkin. To'g'ri. Beguruhdan o'tishimiz kerak. Birinchi bu nima deyiladi? O'tmi? Shundan